Ye, vermishilkalla keldingmi? Ye, bu kim? Bular Hikmat aka Buxorodan mehmon. Sonday mehmon keladimi? Ye, gap yo'q. Mehmon otangdek ulug'. Bir mehmon qilaylik Hikmat akamni. Hikmat akam to'riga o'tirg'iz. Zabish qilibsan. Singilcha, shu restoranni eng zo'r ovqatlardan bering shu mehmonimiz maza qilsin, ha? Mehmonjon, endi nima ish qilasiz bo'lmasa? Shu bo'yakalar ichadigan choy, Ahmad choyini dilerim. Ahmad choyini dillarmisiz? Kimni olib kelding, jo'ra? Maza qiling. Voy, vahshiy yomon qilibdi-yu, ha? Ja, buncha mehmondorchilik kerak emas edi aka. Mehmon, unday demang. Har doim ham kelyapsizmi? Bir mehmon qilaylik dedik-da bu menga. Vahshiy zo'r bo'pti, ha, jo'ra? Shotmi? Mana shuni hojatxonaga borib kelay, hozir 5 minutda kelaman. Bilan telefon. Bos kelaman. Alo. Stol ustida zubasiski yo'qmi? Qayerda bor zubasiski? Shotni o'zidan bilib to'lasin-da. To'lasa kerak, Ahmad joyini dilaraman dedi-ku. To'la. Yaxshi ham stol ustida zubasiski yo'q ekan-ey. Mehmonimiz shotni to'lab olsin-da, ish qilib. Qizlar, ana 13-stolni ko'rib olinglar-da, shotni to'ladimi ekan. Срочно. Rahmat zo'r emas. O'zi to'layapti. Ha, to'layapti. Aka, kamchilik bo'lmadimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Bugun shot to'lamaysiz aka. Bugun biz mijozlarimizga Garazon 2-filial ochilish munosabati bilan pul olmaymiz. Nima deyapsiz? To'laymiz. Mehmon. O'zim to'layman. Men to'layman. Keldim Buxorodan mehmonim. Yo, men to'layman. Qo'y. Agar bolalar juda xijolat bo'lsangiz, mayli to'layveringlar bo'lmasam. Erkakmisiz? Bitta gapiring. Tushundingizmi? Bitta gapiring. To'lamaysan dedingizmi? Endi qilsing-da, ya.